Tasavvur qiling, imtihondan yiqilgan ikki talaba. Birinchisi o'zi olgan bahoga qarab, hammasi tushunarli. Men shunchaki qobiliyatsizman. O'qishga kirish menga emas ekan deydi. Ikkinchisi esa, xo'sh, qanday xatolarga yo'l qo'yganimni bilib olishim kerak va buning ustida ishlashim kerak deydi. Qizig'i, ularning bilimi, qobiliyatlari mutlaqo bir xil darajada bo'lishi mumkin. Lekin bir necha yillardan keyin ikkalasining hayoti bir-birinikidan mutlaqo farq qiladi. Ulardan biri qiyin vazifalardan qochishda davom etadi va asta-sekin rivojlanmay qo'yadi. Ikkinchisi esa yana va yana urinib ko'raveradi va borgan sayin o'sib boraveradi. Ammo nega bunday bo'ldi? Amerikalik psixolog Carol Dweck 20 yildan ortiq vaqt davomida ushbu masalani o'rganib, o'z tadqiqotlari asosida Mindset nomli kitob yozadi. Bugun biz aynan mana shu kitob haqida gaplashamiz. Do'stlar, loyihamizning bugungi sonida o'tgan galgilardan farqli o'laroq, bugun siz kitob yutib olishingiz mumkin. Uning uchun nima qilasiz? Izohlar qismiga o'tasiz va o'zingiz yoqtirgan ilmiy ommabop asar nomini va ushbu asardan olgan eng muhim saboqingizni yozib qoldirasiz. Eng sermazmun va eng yaxshi deb topilgan izoh muallifi ushbu kitobga ega chiqadi. Ha, bu o'sha kitob, Mindset kitobining o'zbekcha tarjimasi va aynan ushbu kitobning egasi siz bo'lishingiz mumkin. Uning uchun faolroq bo'lamiz va bir-biridan qiziqarli izohlarni yozib qoldiramiz. Ushbu kitob o'zbek tilida dunyoqarash nomi ostida chop etilgan ekan. Lekin menimcha dunyoqarash so'zi inglizcha mindset so'zini to'liq ochib bera olmaydi. Gap nimada ekanligini esa birozdan so'ng o'zingiz ham tushunib olasiz. Carol Dweck ushbu kitobda bizning muvaffaqiyatlarimiz ko'proq bizning qobiliyatlarimiz bilan emas, balki imkoniyatlarimiz haqida o'zimiz qanday fikrda ekanligimizga bog'liq ekanligini isbotlab beradi. U odamlarni fikrlashiga qarab ikki xil tipga ajratadi. Birinchi tipni Carol o'zgarmas fikrlash yoki qotib qolgan tafakkur deb ataydi. Bunday fikrlash tipiga ega insonlar barcha qobiliyatlar tug'ma bo'ladi deb hisoblaydi. Ya'ni ularning fikrlashiga ko'ra, agar inson talantli, yuqori intellektga ega yoki kreativ fikrlay oladigan bo'lsa, u shunday tug'ilgan deb o'ylaydi. Shuning uchun ham bunday odamlar bir bor muvaffaqiyatsizlikka uchrab ham darrov chekinishadi. Chunki ular bu holatni o'zlarining qobiliyatsiz ekanligi bilan bog'lashadi va tezda taqdirga tan berishadi. Ular uchun bitta xatoning o'zi yetarli. Nimadir qo'lidan kelmadimi? Ko'rdingizmi? Meni bunga uquvim yo'q deydi. Qandaydir xato qildimi? Aytdim-ku, men yetarlicha aqlli emasman deydi. Umuman bu kabi fikrlaydigan insonlar uchun har bir muvaffaqiyatsizlik chekinish uchun yana bir sabab bo'ladi. Ikkinchi tipdagi fikrlashga ega insonlar esa aksincha qobiliyatlarni rivojlantirish mumkin deb hisoblaydi. Carol Dweck bu tipni o'sish tafakkuri deb ataydi. Intellekt bu o'zgarmas narsa emas. Ko'proq o'qish va o'rganish orqali uni oshirish mumkin. Ko'nikmalarni mashq qilish va tajriba yig'ish orqali rivojlantirish mumkin. Xatolarga esa qandaydir yakuniy nuqta sifatida emas, balki o'rganish va tajriba yig'ishning bir qismi sifatida qarash kerak. Ikkinchi tipdagi insonlar aynan shunday fikrlashadi va harakatlari ham shunga yarasha bo'ladi. Misol uchun, ular ko'pincha qiyin vazifalarga qo'l urishadi. Tanqidni esa yengil va adekvat qabul qilishadi. Kamdan-kam hollarda taslim bo'lishadi. Chunki avval boshdan ularning maqsadi o'z qobiliyatlarini isbotlash, namoyon etish emas, balki kundan kunga yaxshilanishdir. O'z o'rnida birinchi tipda fikrlaydigan insonlar tanqiddan juda qo'rqishadi. Iloji boricha ahmoq bo'lib ko'rinmaslikka harakat qilishadi. Oqibatda ular yangi narsalarni o'rganishdan o'zlarini tiyishadi. Aynan shu joyda Alisher Navoiyning quyidagi satrlari esimizga tushadi. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Fikrlash tipini bizning xatti-harakatlarimizga qanday ta'sir qilishini tushunish uchun Carol Dweck bitta tajriba o'tkazadi. Unda 10 yosh atrofidagi 400 ga yaqin bolalar qatnashadi. Ularga oddiy mantiqiy masalalar beriladi. Boshida barcha bolalar masalalarga qiyinchiliklarsiz yechim topishadi. Keyin ularni ikki guruhga ajratishadi. Birinchi guruhdagilarga sen juda aqllisan deyshadi. Ikkinchi guruhdagilarga esa sen qo'lingdan kelgancha harakat qilding deyshadi. Oddiy ibora, lekin bu tadqiqotning natijalari juda qiziq. Bolalarga masalalarni qiyinligiga qarab o'zlari tanlashga ruxsat berishadi. Ularga yana oson masalani tanlash yoki biroz qiyinrog'ini tanlash imkoni beriladi. Intellekti uchun maqtalgan 65% bolalar oson masalalarni tanlashadi.
Ular tavakkal qilishni xohlashmaydi. Chunki aqlli bola statusini yo'qotishdan juda qo'rqishadi. Harakati uchun maqtalgan bolalarning esa 90% qiyin masalalarni tanlashadi. Ular xato qilishdan qo'rqishmaydi. Aksincha, yangi narsalarni o'rganishga harakat qilib ko'rishadi. Ularga aytilgan bittagina ibora bolalarning fikrlashini bir-biridan farqli qilib qo'yadi. Carol Dweckning yozishicha, o'zgarmas tafakkur tipi kamdan-kam uchraydigan fikrlash tipi emas. Aksincha, bunday fikrlash odamlar orasida normaga aylangan. Chunki jamiyatning o'zi ham bunday fikrlashni doimo qanoatlantirib kelgan. Misol uchun, biz har kuni u yoki bu inson haqida u daho, u talantli, uni kallasi yaxshi ishlaydi kabi gaplarni eshitamiz. Lekin kamdan-kam hollarda biz u ko'p mehnat qilgan, o'z ustida astoydil ishlagan, ko'p bor urinib ko'rgan yoki ko'p xatolar qilgan kabi jumlalarni ishlatamiz. Agar kimdadir nimadir darrov o'xshasa, bu darrov uning talantli ekanligi bilan bog'lanadi. O'xshamasa, bu senga mos ish emas yoki senda bunga qobiliyat yo'q deya yorliq yopishtiramiz. Shuning uchun ham ba'zilarimiz o'zimizga nisbatan men matematik emasman, men gumanitariyman yoki men biznesga yo'qman kabi iboralarni ko'p qo'llaymiz. Lekin bu fakt emas. Bu shunchaki ichki ishonch. O'sish tafakkuriga ega insonlar ko'pincha yangi narsalarni o'rganishga harakat qilishadi. Shuning uchun ham ular ko'proq tashabbus bilan chiqishadi va yangi loyihalar boshlashadi. Bu esa tushunayotganingizdek, bunday insonlarning karyeraviy o'sishiga ham ta'sir qiladi. Tadqiqotlardan birida aniqlanishicha, ikki xil tipdagi insonlarning miyalari ham har xil ishlaydi. O'sish tafakkuriga ega insonlar xatoga yo'l qo'ysa, ularning miyasi bunga faol tarzda munosabat bildiradi. Ya'ni ular birdaniga vaziyatni tahlil qilishni boshlashadi va yaxshiroq yechim izlashga tushishadi. O'zgarmas tafakkurga ega insonlarning miyasi esa xatodan keyin darhol susayishi mumkin. Xuddiki bo'ldi, bu vaziyatni esdan chiqaramiz degandek munosabat bo'ladi. O'zgarmas bu qotib qolganda fikrlash bir narsa o'xshamadimi? Sirazi bo'ldi, meniki emas ekan, menda bunga talant yo'q ekan deydi-da, tashlab qo'yadi. Birinchi urinishdayoq. Carol Dweck shuningdek barcha holatlarda ham fikrlash faqat ikki xil bo'lmasligini, ba'zilarimiz ikkalasining qorishmasiga ega ekanligimizni aytadi. Masalan, ishda, karyerada o'sish tafakkuriga ega bo'lishimiz mumkin, lekin sport borasida o'zgarmas tafakkurga ega bo'lamiz. Yoki aksincha, kimdir yangi tillarni osongina o'rganishi mumkin, lekin men ijod qilishga no'noqroqman deb o'ylashi mumkin. Shuning uchun biz qilishimiz mumkin bo'lgan birinchi qadam bu o'z fikrlash tipimizga e'tibor qaratish. U yoki bu vaziyatda qanday fikrlayotganingizni tahlil qiling. Buni anglagan holda esa fikrlash yo'nalishimizni o'zgartirishimiz mumkin. Chunki fikrlash tipi bu taqdir emas. Ya'ni bu tug'ma narsa emas. Bu shunchaki sizning o'zingizga singdirgan ishonchingiz. Buni esa o'zgartirsa bo'ladi. Biz ko'pincha qandaydir murakkab ish yoki vazifa oldida turganimizda o'zimizga men buni qila olmayman, bunga kuchim yoki bilimim yetmaydi deymiz. Lekin agar fikrlaganimizda men hozircha buni qila olmayman deb fikrlasak, o'sha hozircha so'zi bizga bu ishga keyinroq qaytishimiz uchun hech bo'lmaganda imkon qoldiradi. Shuningdek, xatoga yo'l qo'yganimizda yoki muvaffaqiyatsizlikka uchraganimizda o'zimizga juda qattiqqo'l bo'lmasligimiz kerak. Xato sizning o'zingiz haqingizdagi fikringizni o'zgartirishingiz uchun sabab bo'lmasligi kerak. Xato va muvaffaqiyatsizlik faqat bitta narsani anglatadi. Biz qo'llagan usul ish bermadi va endi biz yana ammo boshqacha usulda harakat qilib ko'rishimiz kerak. Shu o'rinda yana bir qiziqarli ma'lumot. Skandinaviya mamlakatlaridagi maktablarda boshlang'ich sinf o'quvchilariga baho qo'yilmas ekan. Chunki bu orqali bolalar tezda ikkichi va a'lochilarga ajralib qolar ekan va faqat 5-sinfga kelibgina ularga baholar qo'yilishi mumkin ekan. Tasavvur qiling, siz hali kichkinasiz. Sizga bitta masala berishdi, siz uni yecha olmadingiz va siz haqida darhol tasavvur hosil qilishadi. Yoki bu tasavvurni o'zingiz shakllantirasiz, chunki hali hech narsani tushunmaysiz, kichkinasiz. Mana shu fikr sizning butun umringizni hal qilishi mumkin. Chunki o'zingiz haqida qanday fikrda ekanligingizga qarab, sizning fikrlash tipingiz o'zgaradi. Bu esa sizning kelajakda qanday bilim olishingiz, nimalarni o'rganishingiz, qanday ishlar bilan shug'ullanishingiz va umuman o'rganish va ish faoliyatidagi xarakteringizga ta'sir qiladi.
Aynan shu sababga ko'ra kichkina bolalarga to'g'ri yo'nalish bera olish muhim. Va nafaqat kichkina bolalar, siz o'zingizni tahlil qilish orqali ham o'z fikrlash tipingizni o'zgartirishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, ushbu kitobning g'oyasi juda oddiy, lekin ushbu g'oya bizga qanday yo'nalishda fikrlashimiz kerakligi borasida juda muhim fundamentni bera oladi. Intellekt, ko'nikmalar va talant bu o'zgarmas sifatlar emas. Bularning barchasini mashq qilish yoki rivojlantirish mumkin. Albatta, odamlar bir-biridan keskin farq qilishlari mumkin. Chunki har birimizda start nuqtasi har xil bo'lishi, qiziqishlarimiz ham turlicha bo'lishi mumkin. Lekin hech birimiz o'zimizning maksimal nuqtamiz qayergacha borishini oldindan bilmaymiz. Shuning uchun ham doimo qiyin vazifalar oldidan bu qiyin, lekin men urinib ko'raman degan kayfiyatda bo'lish kerak. Aynan mana shunday fikrlashni boshlash uchun ham Carol Dweckning Mindset kitobini barchaga tavsiya qilaman. Menimcha, bu kitob shaxsiy rivojlanish yo'nalishidagi kitoblar orasidagi eng foydalilaridan biri. Do'stlar, ushbu videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting va asosiysi rivojlanishdan to'xtab qolmang. Ko'rishguncha xayr.